PUBG Mobile qanday qilib kompyuterda o'ynash mumkin? Yo'q, buni iloji yo'q. Axir PUBG Mobile telefonlar uchun chiqarilgan-ku. Yo'q, buni iloji bor. Salom, men Black Snowman va yaqin 10 daqiqa ichida PUBG Mobile qanday qilib kompyuterga o'rnatish va 90 FPS nastroykasini o'rgataman. Qani bo'lmasa, go! Mana videomizni ham boshlab oldik. Endi bizga PUBG Mobile kompyuterga sketch qilishimiz uchun Chrome kerak bo'ladi. Chrome'ga kirib olamiz va qidiruv bo'limiga GameLoop deb yozamiz. Yoki bo'lmasa men GameLoop saytini silkasini opitsiyada qoldiraman. O'sha silka bo'ylab bemalol kirishingiz mumkin. Xo'p, endi bu yerga kirib olganimizdan so'ng mana bu GameLoop bo'limiga o'tamiz. GameLoop bo'limiga o'tganimizdan so'ng bizda ikkita taklif bo'ladi. Ya'ni 32 bit va download GameLoop. Bu avtomatik 64 bit. 64 bit hozir beta versiyada, shuning uchun biz 32 bitni tanlaymiz va bosganimiz avtomatik sketch bo'ladi. Sketch bo'lgandan so'ng buni ustiga bosamiz. Start tugmasini bosamiz. Meni kompyuterimga GameLoop sketch bo'lganligi tufayli men sizlarga boshqa videodan qanday qilib GameLoop sketch qilishni ko'rsataman. Sketch bo'lgandan so'ng kompyuter ekranimizga GameLoop ikonkasi chiqadi. O'sha GameLoop programmasiga kiramiz va bu yerdan qidiruv bo'limidan PUBG Mobile deb yozamiz. PUBG Mobile sketch qilishni bosamiz. PUBG Mobile bizda avtomatik sketch qilish boshlanadi. Bu sketch qilish vaqti sizlarni internet tezligiga bog'liq. Kimdadir tez bo'lishi mumkin internet, kimdadir sekinroq. Sketch bo'lgandan so'ng sirazi avtomatik GameLoop PUBG Mobile kirishni boshlaydi. Bu yerdan hozir kirib turasiz. PUBG Mobile sketch qilinadi va bu yerdan eng yuqori raziyani tanlaysiz va tanlaganingizdan so'ng GameLoopdan biri chiqib yana o'yinga kiradi. O'yinga kirgandan so'ng bu yerda hamma o'yinchilar biladi. Resurs sketch qilish kerak. Eng yuqori resurs sketch qilguncha sizlar GameLoop nastroykasiga kirasizlar. Mana bu yerda 3 ta tayoqchani bosib settings va settings bo'limida xuddi mendagi nastroyka qilishlarni so'rab qolardim. Engine bo'limiga o'tamiz. Engine bo'limidan DirectX ni tanlaymiz va mana bularni teshiklarni yoqib chiqamiz. Bu yerdan Ultra Aliasing ni off qilamiz. Memory, ya'ni xotirani 8192 MB qilamiz va prosessorni 8 qilamiz. Yoki bo'lmasa sizlarda prosessor qanaqaligini bilmaysanglar, avtomatik qo'ysanglar ham bo'ladi. Va resolution'ni 1920 ga 1080 qilamiz. Screen DPI 480 va bu yerda bu ikkala narsa sizlarning naushnikinglar va bu yerda mikrofoninglar. Bu yerda o'zingizga kerak narsani tanlab olasizlar. Va model bo'limiga o'tamiz. Model bo'limidan xuddi mendagi nastroyka qilasizlar. Keyingisi game bo'limida grafikani Full HD 2K, grafika HD FPS 90 tanlaysizlar. Bu account bo'limi uncha muhim emas va save ni bosasizlar. Jambal tanlaymiz, ochishni bosamiz. F11 tugmasini bossak, PUBG Mobile to'liq oynaga yoyib beradi. Akkauntlarga kirganlaringizdan so'ng kerakli resurslar hammasini to'liq sketch qilib olishingiz kerak. Bu PUBG ni mazza qilib o'ynashingizga yordam beradi. Agar sketch qilmasanglar, grafika juda xira, uncha sizlarga yoqimsiz bo'ladi o'yin. Xo'p, kirib bo'lganlaringizdan so'ng grafika nastroykasini xuddi mendaqa matchda 90 FPS, lobbini Full HD da colorful xuddi mana shunaqa nastroykada qilasizlar va ko'rganlaringdek mana bunaqa chiroyli bo'lib turadi.
Endi esa do'stlar, men sizlarga ozroq gameplay ko'rsatmoqchiman. Bu nastroykada qanaqa o'yin chiqadi? Qani bo'lmasa, boshladik. Over the edge, feel like I'm floating in the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm hearing a feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am frustrated, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Awesome. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that We are number keeps one. us. I'm hearing, I'm feeling. We're the best. Exaggerated. Ana do'stlar, gameplayni
ko'rib oldik birga. Agar video yoqsa, bir dona like bosib, kommentariyga o'zi iliq fikrlaringizni qoldirasiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, Hoji Mobile haqidagi eng yangi, endi tanirdan o'zilgan yangiliklardan xabardor bo'lasizlar. Sizlar bilan birlik sinov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.